Endi bu xalq orasidagi xalqning haqiqiy irodasiga vakillik qiladigan mustaqillik shuari hamma yerda yangrayotidi. Bu xalqimizning o'rtaq orzusi bo'lib qoldi. Ammo xalqimizdagi hozir chet eldagi shu da'vo sepidagi reallik nima desa, chet eldagi reallik mana bundoq. Bu resim nəhayəti canlıq oxuşdurğan. Uzun ücretini ko'rgansizlar qarindoshlar. Ular hammasi nega turibdi? Mana sol tarafdagi uyutan masallar. Ya'ni odamni xultadigan, hikoyalar so'zlanadigan yerga, vaz nasihatlar so'zlanadigan yerga uchrab turadi bu Uyg'ur demayli. Bu insonlarning hammasi. Ammo uyandıran gerçekler, ya'ni odamni uyg'otadigan haqiqat deb so'zlaydigan sahnaga qarab bakinglar, odam bormi? Odam yo'q. Endi bu hozirgi nihoyat afsus, chet eldagi Uyg'ur davosining holati mushtaq bo'lyapti. Endi umid yo'qmi deganda, mencha umid bor. Bo'libmi shu yaqindan buyon xalqimiz shu men millatga vakillik qilman deb shu Qo'tanning ishidagi sahnning o'ttirsini egallab olgan 5 maymunninki Abdi Bashirsini aniq ko'rib olgandan keyin bo'libmi masalan mushqatim 6-ayning 4-si bo'ladigan Amerikadagi cho'ng bir faoliyatda 3 tashkilotninki birlashib Solih Xudoyarni so'zlasang biz yo'q deb ultimatum avatganligi ne ko'rgandan keyin bularning Abdi Bashirsini nihoyat aniq ko'rib oldi. Bular nima deydi burun deganda, voy jiqlir so'ragan masalan har xil so'rinlarda bu Solih Xudoyar shu qadar vaqtini ajratib, zehnini ajratib millat uchun shu oylab namoyish qilyapti. Uni aramizdan chiqqan yosh jon jigirimizga nemish qo'llarni qo'llamaysizlar desa, bu degan bizning jon jigirimiz, yurak parimiz. Biz har qachon quchoq ochamiz ularga. Biz Uyg'urning davosini qilgan har qanday tashkilot shaxsini qo'llaymiz deb aytdi. Mana bu qatim ochiq oshkor oldi. U bu yerda biz yo'q deb dushman ekanligini aniq jaqalagandan keyin xalqimizning g'azabi toshdi. Va bir to'g'ri yetakchi markazga intilyapti hozir. Endi bu markaz qanday markaz bo'lishi mumkin? Kimdan umid kutamiz? Buningda endi bu mustaqillik degan gap shaxsan xuddi biz Malaning gapi bo'yicha quruq shuar to'laydiganlarningki gapi amaliyotda eng oz 90% Uyg'urning yurak sadosi bo'lyapti. Asli to'g'ri yo'l nima deganda, men bu Uyg'urga vakillik qilman deb chiqib so'zlayotganlarning hammasi bu millatningki irodasini to'g'ri inkos ettirish kerakdi. Xalqaroga to'g'ri anglatish kerakdi. Afsus bunda ahvol yo'q. Endi shuni o'zgartirish kerak. Endi bizlar emas. Shu Hong Kongda bir necha kun oldida millionlik cho'ng bir namoyish bo'lib ketdi. Hong Kongliklar jinida ashlam Xitoyga mustaqillik davosiga o'tdi. Ya'ni shu razil kommunist Xitoylarga yashashning mumkin emasligini, o'zlarining o'lib tugadiganligini ko'rib ketgandan keyin Hong Kongliklar jinida mustaqillik talab qildi. Nima debdi ular? Deydiki, ularning birisi Twitterda yozibdi-ki, 光反送中治标不治本，今天送中，明天送西，后天送东，你香港人不停的上街反，腿都泡稀了。北京老大爷脑袋一拍一个主意，折腾死你，香港人没有商量。独立建国，一劳永逸，分裂中国是唯一的答案的。不自由，勿宁死。Dediki bu Hong Kong'daki atanmış jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib, Xitoyda jazolash bir qonunni ma'qullamoqchiga shunga qarshi qo'zg'alib ketgan haq bu Hong Kongliklar. Ular deydiki bu
koçuğa çıkıp namoyish qilib pushlarni inchkilab ketgan bilan Bejondagi o hocamlar o'tiriblar har xil ilmiy fikrlar bilan seni joylayverdi. Shunga birdan bir yo'l Duliyjem go deydi. Mustaqil davlat qurish. Bu mangulik bo'ladi, o'zgarmaydi. Xitoyni parchalash. Ya'ni Finli Jungo shu veyi degan deydi. Xitoyni parchalash birdan bir javob bo'lalaydi deydi. Bu yo'g'uninsi. Erken yaşamagandan ölgen yaxshi deydi. Yida bu xing liangda, zai bu xing sanda, shi shi dai dai和中国鬼子抗争到死放休，有波罗的海三小国的意志，何处独立不成deydi. Bir avlod bo'lmasa ikki avlod, ikki avlod bo'lmasa uch avlod va yoki avlod和中国鬼子deydi. 中国 Jahangirlari bilan, Jungo alvaslari bilan deydi, ko'rdinglarmi? Bu Xitoyning davlatdan gap juma yana kelib. Jungo alvaslari bilan ulg'uchi elish kerak. Ya'ni o burun Rossiyada Sovetning mustaqil bo'lgan 3 davlatniki xalqining irodasini tilg'abdi bu yerda. Uning ostida bir muharrislikni ko'rsanglar Shanxay Duli deydi. Shanxayni mustaqil qilamiz deb namoyish qildi Xitoylar. Oldidagi Xitoyning quti ko'rdinglarmi? Xitoyning bayrog'ini ko'ydiribdi. Ya'ni Xitoy davlatining bayrog'ini ko'ydirib, biz Shanxayni mustaqil qilamiz deydi. Bu Xitoylarning ahvoli. Xitoy jinida, Hong Konglik Xitoy, Shanxaylik, Guangdonglik Xitoylar jinida biz shu Xitoy davlatida yashamaymiz, biz mustaqil bo'lamiz deb qo'zg'alib ketibdi, qarindoshlarim. Biz besilingan tuproqning egalari Tibetliklarmi shu. Bizning mustaqillik talab qilishimiz obayli aqlga sig'ilgan bir ish-ku, aqlli haqqimiz-ku bizniki. Bunu da qo'rquvchilarni nima desak bo'ladi endi? Buni deyolmaydiganlarni nima desak bo'ladi endi? Tushuntirib berolmaydi, ya'ni bular qanday bo'lmasin, tushuntirib berolmaydi. Bularning qilayotganlari nima desa, Xitoyga vaqt qazanib berishdan boshqa narsa emas. Ya'ni Xitoy izchil deydigani muqimlik deydi. Nemishqa muqimlik? O'zininki rezil maqsadiga yetish uchun tinchlik kerak. Bu tinchlik nima? 30 yil, 70 yildan davom qilib kelayotgan inson haqlari, avtonomiya, o'z haqiqatini, o'z taqdirini o'zi belgilash deganlar mana. Mushtaqli maqsad, izchil yo'lda maqsad bir muqimlik bo'ladi, Xitoy kutgan. Anadaki 5 yil qolmay hamma Uyg'urni turkumlab, lagerga akirib, hammani Xinluojinga qo'yib, hech nimasi ishlaydigan qo'ysa, bu Uyg'urni Kosovoda musulmonni qirgandek ochiq-oshkor qirmisinmi? Tip-tinish qirilib tugaydi. Demak ki bu avtonomiyachilar, bu inson haqchilari Xitoyga vaqt qazanib beryapti, qarindoshlar. Ya'ni bular shuning uchun mustaqillik deydiganlarga jon jahlidin o'sh. Shuning uchun nomus qilmay avtonomiyaning mustaqillik deb ma'nosi bor. O'z taqdirini o'z belgilash degan mustaqillik deganlik sening beshingdagi o lo'nqinmish axlat kutish ketibdi deb bizga haqorat qilyapti, qarindoshlarim. Nimdaymiz bularga? Qarab o'tiramdiq. Ya'ni bular deydiki, bu maydonning hamsi bizning qo'limizda, no'ch bo'lsang kal tortib ol deydi. Ammo to'g'ri deydi. Maydonni bular tashlab qo'yib biz vaqiragandan foydasi yo'q. Osh maydonni bu ablaqlarning qo'lidan yulib elish kerak. Bunda aydimiz yo'qmi bizniki? Albatta bor. Salih inimiz qarab bakinglar. Hozir tadrijiy mushkilotning medialarga chiqib, bizdan og'zimizdan so'zlayotdi. Ammo bir salih yetmaydi. Bizga eng az 10 salih kerak. Endi shu chog'da bu maydonni bu munofiqlarning qo'lidan kaltuks tortib olamiz va butun dunyoga Uyg'urning haqiqiy irodasini bildiramiz. Shunlashqimi hozir shu nima Uyg'urlar orasida
Muşundaq bir xalqimizni yetaklaydigan bir markazga ehtiyoj bo'lyotidi. Bu